Bugun men pensionerlar uchun mobil tariflar mavzusini juda aniq va amaliy qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, buvijonimiz, bobojonimiz yoki pensiyaga chiqqan yaqinimiz bor. Telefon aloqa uchun kerak, shifokorga yozilish uchun kerak, farzandlar bilan gaplashish uchun kerak, bank kartasiga kelgan pensiyani tekshirish uchun kerak, ba'zida taksi chaqirish, kommunal to'lovlarni ko'rish, Telegram orqali xabar olish uchun ham kerak. Lekin noto'g'ri tarif tanlansa, oddiy pensioner har oy keraksiz 20 ming, 30 ming, hatto 50 ming so'm ortiqcha to'lab yuborishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men Uzel, Belin va Mobius bo'yicha pensionerlar nimalarga e'tibor berishi kerakligini, qaysi holatda arzon tarif foydali bo'lishini, qaysi holatda esa aksincha zarar keltirishini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu mavzu faqat bitta odamga emas, butun oilaga iqtisod qilishga yordam beradi. Avvallari mobil telefon pensionerlar uchun asosan qo'ng'iroq qilish vositasi edi. Ko'pchilik oyiga bir necha marta farzandiga qo'ng'iroq qilar, mahalladagi tanishlariga telefon qilar. Ba'zilar faqat kiruvchi qo'ng'iroqlarni qabul qilardi. Internet deyarli ishlatilmasdi. Shuning uchun oddiy, daqiqasi arzon tarif yetarli bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensionerlar ham smartfon ishlatyapti. Kimdir Telegramda nevaralarining rasmini ko'radi. Kimdir YouTube orqali yangilik eshitadi. Kimdir bank ilovasidan pensiya tushganini tekshiradi. Kimdir shifokor qabuliga onlayn yoziladi. Hatto oddiy tugmali telefon ishlatadigan pensioner ham SMS xizmat xabarlari, operatorning pulli xizmatlari, balansdan yechib olinadigan obunalar bilan duch kelishi mumkin. Asosiy muammo shundaki, ko'p odam tarifning nomiga qarab tanlaydi. Masalan, pensionerlar uchun qulay, arzon, minimal, ijtimoiy degan so'zlarni ko'rib, avtomatik ravishda eng foydali deb o'ylaydi. Men esa ekspert sifatida aytaman. Tarifni nomiga qarab emas, real foydalanish odatiga qarab tanlash kerak. Bir pensioner oyiga 200 daqiqa gaplashadi va internet ishlatmaydi. Boshqasi esa kuniga 1 soat Telegramda ovozli xabar yuboradi, YouTube ko'radi, video qo'ng'iroq qiladi. Bu ikki odamga bir xil tarif mos kelmaydi. Yana bir muhim o'zgarish bor, operatorlarda shartlar tez-tez yangilanadi. Uzel, Belin va Mobius'da tariflar, paketlar, bonuslar, muddatlar, ulanish narxi, oylik abonent to'lovi va limitdan keyingi narxlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga faqat nomlarni yodlatmayman, balki to'g'ri tekshirish va hisoblash usulini o'rgataman. Chunki bugun arzon bo'lgan tarif ertaga yopilishi, sharti o'zgarishi yoki yangi abonentlar uchun boshqa ko'rinishga o'tishi mumkin. Birinchi navbatda pensioner uchun tarif tanlashda 3 ta savol bor. Birinchi savol: odam oyiga qancha gaplashadi? Ikkinchi savol: internet kerakmi yoki yo'qmi? Uchinchi savol: telefon smartfon yoki oddiy tugmali telefonmi? Agar pensioner oddiy tugmali telefon ishlatsa, internet deyarli kerak bo'lmasa, asosiy e'tibor qo'ng'iroqlar narxiga qaratiladi. Masalan, bobomiz faqat haftasiga bir necha marta farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Har bir suhbat 5 daqiqa davom etadi. Oy davomida umumiy 1 daqiqa chiqishi mumkin. Bunday holatda katta internet paketi bor qimmat tarifga o'tish mantiqsiz. Chunki u odam 5 GB yoki 10 GB internetni ishlatmaydi, lekin har oy abonent to'lovini to'laydi. Agar tarif oyga 35 ming so'm bo'lsa, internet ishlatilmasa ham pul ketaveradi. Ikkinchi misol: onaxon smartfon ishlatadi, lekin internetni ko'p ishlatmaydi. U Telegramda xabar o'qiydi, ba'zida rasm ko'radi, bankdan SMS oladi, farzandi yuborgan ovozli xabarni eshitadi. Bunday odamga juda katta internet paket kerak emas, lekin umuman internetsiz tarif ham noqulay bo'lishi mumkin. Chunki Telegram bir oyda kam ishlatilsa ham 1-2 GB internet sarflashi mumkin. Agar paket bo'lmasa, internet megabayt bo'yicha qimmat hisoblanib, balans tez tugaydi. Mana shu joyda kichik internet paketi bor arzon tarif yoki alohida oylik internet paket qo'shish foydali bo'lishi mumkin. Uchinchi misol: pensioner faol smartfon foydalanuvchisi. Har kuni YouTube ko'radi, video qo'ng'iroq qiladi, Telegramda guruhlarda yozishadi, yangiliklar o'qiydi. Bunday odamga pensionerlar uchun eng arzon tarif doim ham mos kelmaydi. Chunki arzon tarifda internet kam bo'lsa, limit tugagandan keyin internet juda qimmatga tushishi mumkin. Masalan, tarifda 2 GB internet bor, odam esa oyga 8 GB ishlatadi. Qolgan 6 GB alohida narxda yoki avtomatik paketlar orqali yechilib ketsa, umumiy xarajat 25 ming emas, 6-7 ming so'mga chiqib ketishi mumkin. Endi Uzel,
Belin va Mobius haqida umumiy yondashuvni tushuntiraman. Har bir operatorning o'ziga xos kuchli tomoni bor. Kimdadir ayrim hududlarda aloqa yaxshiroq, kimdadir oylar raqamlar bilan gaplashish qulayroq, kimdadir internet paketlari foydaliroq, kimdadir pensionerlar yoki ijtimoiy toifadagi abonentlar uchun maxsus takliflar bo'lishi mumkin. Lekin eng muhim mezon bu reklamadagi chiroyli so'z emas. Sizning mahallangizda aloqa sifati va real xarajatdir. Ujal tanlayotganda men avvalo qamrovni tekshirgan bo'lardim. Agar pensioner yashaydigan uyda ujal yaxshi tutsa, qo'ng'iroq uzilmasa, internet barqaror ishlasa, keyin tarif shartlariga qarash kerak. Tarif ichida nechta daqiqa bor? Bu daqiqalar faqat uchal ichidami yoki barcha yo'nalishlargami? Internet miqdori qancha? SMS kerakmi? Abonent to'lovi qachon yechiladi? Balans yetarli bo'lmasa nima bo'ladi? Ba'zi odamlar shuni bilmaydi. Tarifdagi daqiqalar barcha operatorlarga bo'lmasligi mumkin. Agar pensionerning farzandlari Belina yoki Mobiusda bo'lsa, faqat tarmoq ichidagi daqiqalar yetarli bo'lmaydi. Belina bo'yicha ham xuddi shunday. Belina ko'p joylarda yaxshi ishlashi mumkin. Ayrim shaharlarda internet tezligi qulay bo'lishi mumkin. Lekin pensioner uchun muhim savol, u kimlarga ko'p qo'ng'iroq qiladi? Agar oiladagi ko'pchilik Belinada bo'lsa, ichki tarmoq qo'ng'iroqlari foydali bo'lishi mumkin. Agar oiladagi raqamlar har xil operatorlarda bo'lsa, barcha yo'nalishlarga daqiqa beradigan tarif yaxshiroq. Yana Belina ilovasi yoki shaxsiy kabinet orqali pullik xizmatlarni tekshirib turish kerak. Ba'zan balansdan kichik summalar yechiladi. Odam esa nega pulim tugab qoldi deb o'ylaydi. Mobius bo'yicha ham alohida e'tibor qamrov va paket tarkibiga qaratiladi. Mobius ayrim hududlarda yaxshi variant bo'lishi mumkin. Ayniqsa odam asosan qo'ng'iroq uchun ishlatsa, lekin baribir tarifdagi internet, daqiqa va abonent to'lovini solishtirish kerak. Pension uchun eng katta xato eng kichik abonent to'lovli tarif eng arzon deb o'ylashdir. Ba'zida 15 ming so'mlik tarifda daqiqa kam bo'ladi. Limitdan keyin har bir qo'ng'iroq qimmatga tushadi. 25 ming so'mlik tarif esa yetarli daqiqa berib, oy oxirida umumiy xarajatni kamaytiradi. Keling, raqamli misollar bilan ko'ramiz. Birinchi holat, pensioner oyiga maksimum daqiqa gaplashadi. Internet ishlatmaydi. Agar tarif abonent to'lovsiz bo'lsa, lekin daqiqasi 1 so'm bo'lsa, saqadan daqiqa 12 ming so'm bo'ladi. Agar 25 ming so'mlik tarifga o'tsa, lekin ichidagi internet va daqiqalarning ko'p qismi ishlatilmasa, u ortiqcha to'laydi. Demak, kam gaplashadigan tugmali telefon foydalanuvchisi uchun juda katta paket shart emas. Ikkinchi holat. Pensioner oyiga 300 daqiqa gaplashadi. Daqiqasi 1 so'mdan hisoblasak 45 ming so'm chiqadi. Agar 3000 ming so'mlik tarifda 500 daqiqa bo'lsa, u holda paketli tarif foydaliroq bo'ladi. Bu yerda tarif nomi emas, hisob-kitob hal qiladi. Men har doim shuni maslahat beraman. Oxirgi bir oyda qancha pul sarflanganini va qancha daqiqa ishlatilganini ko'ring. Shundan keyin qaror qiling. Uchinchi holat. Pensioner Telegram va YouTube ishlatadi. Oyiga 6 GB internet ketadi. Agar tarifda 2 GB internet bo'lsa, qolgan internet alohida sotib olinadi. Bu esa umumiy xarajatni oshiradi. Bunday odamga boshidan internetni yetarli tarif tanlash yaxshiroq. Chunki internet tugagandan keyin odam sezmay qoladi. Video ochiladi, rasm yuklanadi, ilovalar yangilanadi. Balans esa kamayadi. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchidan, smartfon ishlatadigan pensionerlar. Ikkinchidan, balans nega kamayganini tushunmaydiganlar. Uchinchidan, pullik xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin bo'lgan eski raqam egalari. To'rtinchidan, farzandlari chet elda bo'lgan va xalqaro qo'ng'iroq yoki internet orqali bog'lanadiganlar. Beshinchidan, pensiya kartasi, bank ilovasi, kommunal to'lovlar va davlat xizmatlaridan telefonda foydalanadiganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar telefon faqat kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun ishlatilsa, balansga kamdan kam pul tashlansa va pullik xizmatlar yo'qolmagan bo'lsa, katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida 1-2 marta tarifini tekshirish kerak. Chunki operator shartlari o'zgarishi, eski tarif yopilishi yoki boshqa tartibga o'tishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensionerlar uchun maxsus tarif bo'lsa ham, unga ulanish sharti bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda yosh pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, raqam egasining o'zi kelishi talab qilinadi. Raqam farzand nomida bo'lsa, pensioner sifatida imtiyozli tarifga o'tish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, onaxon ishlatayotgan raqam aslida o'g'lining nomida ochilgan. Operator saloniga borganda raqam egasi siz emassiz deyishi mumkin.
Shuning uchun avval raqam kimning nomida ekanini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, tarifdagi imtiyoz hamma yo'nalishlarga bir xil bo'lmasligi mumkin. Cheksiz qo'ng'iroq degan so'z reklamada chiroyli ko'rinadi. Lekin u faqat tarmoq ichida bo'lishi mumkin. Agar pensioner 3 yilda bo'lsa, lekin farzandlari belini va mobil bo'lsa, bu cheksizlikning foydasi kamayadi. Shuning uchun tarif tavsifida barcha yo'nalishlarga degan joyni alohida tekshiring. Uchinchi nozik jihat, abonent to'lovi qachon yechilishi. Ba'zi tariflarda pul oy boshida yoki 30 kunda bir marta yechiladi. Balansda yetarli mablag' bo'lmasa, paket to'liq berilmasligi, tarif to'xtab qolishi yoki xizmatlar standart narxda hisoblanishi mumkin. Pensioner men tarifdaman deb o'ylaydi. Aslida abonent to'lovi yechilmagani uchun daqiqa va internet paketi faol bo'lmaydi. Natijada oddiy qo'ng'iroqlar ham qimmatga tushadi. 4-nozik jihat, avtomatik internet paketlar. Ba'zi tariflarda asosiy internet tugasa, qo'shimcha paket avtomatik yo'qolishi mumkin yoki internet standart narxda davom etadi. Bu juda muhim, chunki katta yoshdagi odam internet tuganini ko'rmasligi mumkin. Telefon esa fon rejimida yangilik, rasm, video, ob-havo, messenger xabarlarini yuklaydi. Shunda balansdan pul ketadi. Men bunday holatda internet limit tugaganda to'xtaydigan yoki nazorat qilish oson bo'lgan paketlarni tanlashni maslahat beraman. 5-nozik jihat, pullik obunalar. Bu pensionerlar uchun eng og'riqli mavzulardan biri. Telefon raqamiga musiqa, hazil, tanishuv, ob-havo, reklama, kontent xizmatlari, qo'ng'iroq o'rniga musiqa kabi pullik xizmatlar ulanib qolgan bo'lishi mumkin. Har kuni 3000 so'm, 500 so'm yoki 1000 so'm yechilsa, odam sezmaydi. Lekin bir oyda 25 ming, 20 ming, 30 ming so'm bo'lib qoladi. Shuning uchun tarifni almashtirishdan oldin pullik xizmatlarni tekshirish shart. 6-nozik jihat. Roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar farzandlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatda bo'lsa, pensioner ba'zan oddiy telefon orqali xalqaro qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bu juda qimmat bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda Telegram, WhatsApp yoki boshqa internet orqali qo'ng'iroq qilish arzonroq bo'ladi. Lekin buning uchun barqaror internet kerak. Agar odam oddiy telefon bilan xalqaro qo'ng'iroq qilsa, alohida xalqaro paketlar bor yo'qligini tekshirish kerak. 7-nozik jihat. SIM karta eski bo'lsa, internet yomon ishlashi mumkin. Ba'zan odam operator yomon deb o'ylaydi. Aslida SIM karta juda eski yoki telefon do'tkiyini qo'llamaydi. Pensioner smartfon ishlatayotgan bo'lsa, SIM kartani yangilash, telefon sozlamalarini tekshirish va tarmoq rejimini to'g'ri qo'yish kerak. Bu oddiy ish, lekin internet sifatiga ta'siri katta bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat. Oilaviy maslahat. Ko'p pensionerlar tarifni o'zlari tushunmay tanlaydi yoki operator saloni xodimining tavsiyasiga to'liq ishonadi. Xodim yomon niyatda bo'lmasligi mumkin. Lekin u sizning onangiz yoki bobongiz telefondan qanday foydalanishni bilmaydi. Shuning uchun farzandlar bir marta vaqt ajratib, oxirgi xarajatlarni ko'rib, kerakli tarifni tanlab berish kerak. Bu o'yiga kichik tejash emas. Yil davomida sezilarli summa bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, oxirgi o'tib kunlik xarajatni tekshiring. Buni operator ilovasi, shaxsiy kabinet, USSD buyruqlar yoki operator salonida so'rab bilish mumkin. Sizga 3 ta raqam kerak. Qancha pul sarflangan, qancha daqiqa gaplashilgan, qancha internet ishlatilgan. Mana shu 3 ta raqam tarif tanlashning asosi bo'ladi. Ikkinchi qadam, pullik xizmatlarni tekshiring. Ujel, belini yoki mobil bo'lishidan qat'i nazar. Operatorning rasmiy ilovasi yoki aloqa markazi orqali raqamda qanday xizmatlar ulanganini so'rang. Agar tushunarsiz obunalar bo'lsa, ularni o'chiring. Ayniqsa qo'ng'iroq o'rniga musiqa, kontent obunalari, yangiliklar, o'yinlar, tanishuv xizmatlari, reklama paketlariga e'tibor bering. 3-qadam, raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Pensionerlar uchun maxsus tarif yoki imtiyoz kerak bo'lsa, raqam egasi muhim bo'lishi mumkin. Agar raqam farzand nomida bo'lsa, kerak bo'lsa, raqamni pensioner nomiga o'tkazish tartibini operatordan so'rang. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta, raqam egasining ishtiroki va operator saloniga borish talab qilinishi mumkin. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Operator saloniga borishda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi hujjat, ishlatilayotgan SIM karta va telefonni olib boring. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, raqam egasi ham birga borish kerak bo'lishi mumkin. Oldinda aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, aynan qaysi hujjatlar kerakligini so'rab oling, chunki talablar o'zgarishi mumkin. 5-qadam.
Operator salonida aniq savollar bering. Pensionerlar uchun eng arzon tarif qaysi deb so'rashning o'zi yetarli emas. Bunday deb so'rang, oyga 200 daqiqa gaplashaman, 2 gigabayt internet ishlataman, farzandlarim boshqa operatorlarda. Menga qaysi tarif umumiy xarajat bo'yicha foydaliroq yoki internet ishlatmayman, faqat qo'ng'iroq qilaman, abonent to'lovi kam bo'lgan variant kerak, limitdan keyingi narx qancha? Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. 6-qadam, tarif shartlarini yozib oling. Abonent to'lovi qancha, necha kunda yechiladi, qancha daqiqa beriladi? Daqiqalar qaysi yo'nalishlarga? Internet qancha? Internet tugmasi nima bo'ladi? SMS bormi? Tarifga ulanish pullikmi? Tarifdan chiqish yoki boshqa tarifga o'tish narxi bormi? Men har doim maslahat beraman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Operatorning rasmiy saytidagi tarif sahifasini yoki ilovadagi tavsifni ko'ring. 7-qadam, bir oy sinov qiling. Tarifni almashtirgandan keyin bir oy davomida balansni kuzating. Har hafta qancha daqiqa va internet qolganini tekshiring. Agar oy oxirida paketning yarmi ishlatilmay qolsa, ehtimol sizga arzonroq tarif yetarli. Agar oy o'rtasida internet yoki daqiqa tugab qolsa, demak tarif kichik. Kattaroq paket kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, smartfon sozlamalarini tartibga keltiring. Pensioner smartfon ishlatsa, avtomatik ilova yangilanishlarini faqat Wi-Fi orqali qilish kerak. Telegramda media fayllarni avtomatik yuklashni cheklash kerak. YouTube sifatini juda yuqori qo'ymaslik kerak. Masalan, 1.0.p video internetni tez tugatadi, 360p yoki 40p esa oddiy ko'rish uchun ko'p hollarda yetarli. Bu sozlamalar tarifdan ham ko'proq iqtisod qilishi mumkin. 9-qadam, oilada bitta odam mas'ul bo'lsin. Farzandlardan biri oyiga bir marta ota-onasining balansini, tarifini, ulangan xizmatlarini tekshirib tursa, ko'p muammolar oldi olinadi. Bu murakkab ish emas, lekin pensioner uchun juda foydali. Ayniqsa bank SMS'lar keladigan asosiy raqamda balans tugab qolmasligi muhim. 10-qadam, operatorni faqat narxga qarab almashtirmang. Agar belini arzonroq ko'rinsa, lekin uyda yomon tutsa, foydasi yo'q. Agar uchal paketi yaxshi bo'lsa, lekin qishloqda internet ishlamasa, noqulay. Agar Mobius qo'ng'iroq uchun qulay bo'lsa, lekin kerakli joyda signal past bo'lsa, muammo bo'ladi. Pensioner uchun aloqa uzilmasligi narxdan ham muhim bo'lishi mumkin, ayniqsa sog'liq bilan bog'liq favqulodda holatlarda. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Agar pensioner faqat uyda internet ishlatsa va uyda Wi-Fi bo'lsa, mobil internet katta tarif shart emas. Telefonni Wi-Fi ga ulab qo'yish kifoya. Lekin ko'chada, poliklinikada, bozorda yoki mehmondorchilikda internet kerak bo'lsa, kamida kichik mobil internet paketi bo'lgani yaxshi. Chunki bank ilovasi, taksi, xarita yoki messenjer aynan kerak paytda ishlamay qolsa, noqulay vaziyat yuzaga keladi. Demak, Ujel, Belin va Mobiusda pensionerlar uchun eng muhim masala tarif nomi emas, real foydalanish odati. Kimdir uchun eng arzon variant abonent to'lovsiz yoki kichik paketli tarif bo'lishi mumkin. Kimdir uchun esa biroz qimmatroq. Lekin daqiqasi va interneti yetarli tarif oxir-oqibat arzonroq tushadi. Eng katta xatolar bu internetni hisobga olmaslik, pullik xizmatlarni tekshirmaslik, cheksiz so'zning qaysi yo'nalishga tegishli ekanini o'qimaslik va raqam kimning nomida ekanini bilmaslikdir. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shunday: avval oxirgi 30 kunlik xarajatni tekshiring. Keyin pullik xizmatlarni o'chiring. So'ng Uzel, Belin va Mobius takliflarini bir xil mezonga solishtiring. Daqiqa, internet, abonent to'lovi, qamrov va limitdan keyingi narxni alohida ko'ring. Shunda pensioner uchun haqiqatan foydali tarifni tanlash mumkin bo'ladi. Sizning oilangizda qaysi operator pensionerlar uchun qulayroq ishlayapti? Ujelmi, Belinmi yoki Mobiusmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki telefon xarajatini kamaytirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuboring.